Biz bitta narsani bilishimiz kerak. Bizning o'zbek xalqimiz juda ham mehnatkash xalq. Shunday mehnatga berilib ketganmizki, dam olishni unutib qo'yamiz. Oldinlari bizlarni otalarimiz, bobolarimiz ular nima qilishgan? Ular kunduz ishlashgan, kechki payt choyxonada yig'ilishgan. Choyxonada yig'ilib har xil o'yinlarni o'ynab o'tirishgan, choy ichib gaplashib o'tirishgan, bir parcha oshni damlab, to'ppidek qilib yeb o'tirishgan. Shunaqa qilib ular hordiq chiqazgan. Hozirgi kunda bo'lsa, bizni hordiq chiqazishi, hobbilarimiz haqida unutib qo'yganmiz. Faqat ishga boramiz, ishdan keyin kelamiz, sizga uydagilar bilan so'rashib, o'ynab, gaplashib, bolalar bilan telefonga kirib ketamiz. Telefonda inson dam olmaydi. Telefon sizni diqqatingizni o'ziga jamlaydi va bu diqqatni siz energiyangizni olib qo'yadi. Shuning uchun odamlar hozirgi kunda qattiq stressga chalg'inyapti. Bizga kelayotgan sayohatchilar ishidan charchagan. Ishidan qachon odam charchaydi, qachonki vaqtida dam olmasa, to'g'ri hordiq chiqazmasa.